Hozir sizga 3 ta savol aytaman. Ikkitasi rasmli, bittasi og'zaki ketaman. Birinchi osondan boshlaymiz. Qani to'g'ri javob bera olasizmi yo'qmi? Ko'ramiz. O'z pravingiz bor sizda? Pravi bor. Bo'ldi. Birinchi savolim eng osoni. Yo'l belgilari nechta guruhdan iborat? Variant aytingmi, variant shart emas. Variant bilan bering. Hop, birinchi variant 6 ta, ikkinchi variant 7 ta, uchinchi variant 8 ta. Mana shu ikkinchi variantda Ikkinchi variant qaysi? 7 ta. 7 ta guruh. To'g'ri topdingiz. Ikkinchisi, bu ham oson, ko'chada ko'rgansiz. Bu belgi yo'lda to'xtamasligini bildiradi, deymi? Belgimi bu? O'sha palasa, Palasa, oddiy palasa. Nima nima bildiradi? Yo'lda to'xtamaslik. To'xtash mumkin. Harakat yo'lda to'xtamasligini bildiradi. To'g'ri, to'g'ri. Zo'r ekansan. Uy! 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 Hop, keyingi rasm. Hop. Bu oddiy peshixod. Hop, farqi nimada buni? Ikkilon farqi. Hop, qizili bilan ko'k farqini aytib beringchi. Ko'k farqi oddiy shu peshixod belgisi, uni qizilini lekin bilmayman. Endi hamma narsani bunga tushuntirishim kerak boshidan. Qarang. Ko'ki o'ziga qo'yiladi, Ha? uchburchak esa oldindan qo'yiladi. Oldindan. Oldindan qancha masofa oldin qo'yiladi, uni kommentariyada yozib qoldirasizlar.